Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari. Mana dehqon akamizdan 2019-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobili keldi. Gentra avtomobilimizni mana kuzov holatlari idealni, qirilgan joylari yo'q. Faqatgina orqa kapotida petnosi bor ekan. Mana shu yerdan. Boshqa joylari top-toza ekan. Xohlagan kuzovchi ustalaringizga ko'rsatib olishlaringiz mumkin. Balon holatlari 70% da. Katta balonchasi, hadovoylari tayyor qilib qo'yilgan. Umuman hadovoylarda ishi yo'q ekan. Mana salon holatlarini ham ko'rsatamiz. Qimmat kojinli chexol taqib qo'yilgan. Poliklari bor. Avtomobilimiz 184 ming kilometr yurgan. Ushbu avtomobilimiz Jizzax viloyati Zomin tumanida Siroj akamizga tegishli. Sirojdan aka, ushbu avtomobilda nech pul deysiz aka? 100 million so'm bo'lar ekan, undan kamiga yo'qlaydi. Ushbu avtomobilda pul yonib turganligi uchun 100 million so'mga beraman deyapti. Naqd pulga. 100 milliondan kami yo'q. Generalni, оформить desiz, umuman ishi yo'q. Bemalol generalni desiz, generaldan versiz chiqadi. Xohlagan dokumentlaringiz bo'ladi. Kredit taqiqlari yo'q ushbu avtomobilda. Sirojdan akaning nomida. Telefon nomeringizni aytib o'tib keting. 93lik 93lik 298 298 0602 0602 telefon nomeriga bemalol telefon qilib dehqonni o'zi bilan bog'lanishlaringiz mumkin.